Telegramma yangi versiyasi chiqdi. To'liq Liquid Glass dizaynga o'zgartirildi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. To'liqonli o'zgartirildi va mana lichniy navbasiga o'tayotgan paytimda ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, suyuq oyna u yoqdan bu yoqqa sakrab yuribdi. Va Telegram kanallarining ichi ham deyarli полный o'zgargan. Обновление qilganingizdan keyin sразу bu narsani bilasizlar va mana bu joyiga poisk, ya'ni lupani qo'yib qo'yishgan. Lupani ustiga bosasiz va istagan postingizda qidirib topib olsangiz bo'ladi. To'liqonli o'zgartirildi. Bemalol obnovlение qilsangiz bo'ladi. Faqatgina App Store ga kirib turib, Telegram qidirib topib olib va mana shu joyda update degan knopkasi bo'ladi. Update bosasiz, obnovlение qilib olsangiz bo'ladi. Bemalol obnovlение qilib olsangiz bo'ladi va Telegramingizda xavfsizligi uchun ham obnovlение qilib oling. Yana bitta yengillikni aytib ketaman. Android ishlatadiganlar ham bor-ku, ana o'shalarga ham yaqin kunlarda Telegramlariga obnovlение keladi va ular ham obnovlение qilgandan keyin xuddi shunaqa iPhone kabi Telegram bo'lib qoladi demoqchiman. Ya'ni Liquid Glass shaffof oyna ko'rinishidagi bo'ladi demoqchiman. Android ishlatuvchilarga ham mana shu yengillikni jo'natib qo'yinglar.